Kriptarxizm xastaligi o'g'il bolalarda tug'ma rivojlanish patologiyasi hisoblanib, moyaklarni, ya'ni urug'donni yorg'oqqa tushmasligi bilan tavsiflanadi. Kriptarxizm xastaligi asosan konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan va operativ, jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Agar konservativ davolash usuli orqali 2 yoshgacha bo'lgan muddatda urug'donlar yorg'oqqa tushmasa, operativ usuldan foydalaniladi. Operativ usul bu moyakni yorg'oqqa tushirib fiksatsiya qilishdan iborat. Buni fan tilida orxopeksiya deyiladi. Agar urug'donlar o'z vaqtida yorg'oqqa tushirilmasa, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Birinchidan, moyaklarda harorat tana haroratiga nisbatan 2 gradus past bo'ladi. Shunda organizmdagi spermatogenez jarayoni normal kechadi. Shuning uchun moyaklar yorg'oqda joylashgan, ya'ni tanada tashqarida joylashgan bo'ladi. Agar spermatogenez jarayoni normal kechmasa, organizmda birinchi navbatda bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, moyaklarni chov kanalida yoki qorin bo'shlig'ida joylashishi uni gormonal funksiyasiga ham ta'sir etadi. Natijada androgenlar ishlab chiqarilishi kamayadi va erkaklarda mo'ylov, soqol chiqishi, ovoz yo'g'onligi va tanasining tuzilishi ayollarga xos bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Bundan tashqari, chov kanalining to'liq yopilmasligi tufayli chov churalari ham kelib chiqishi mumkin. Bir qator ilmiy izlanishlar shuni isbotladiki, moyaklarning qorin bo'shlig'ida joylashishi uni yomon sifatli o'smalarga aylanib ketish ehtimolini ham 35-50 barobargacha oshiradi. Masalan, seminoma va embrional hujayraviy karsinomalar. Bundan tashqari, moyaklarning qorin bo'shlig'ida joylashishi gematotestikulyar baryerni shikastlanishiga va avtoimmun jarayonlarning aktivlashib ketishiga sabab bo'ladi. Natijada bir tomonlama kriptarxizmda, ya'ni bitta moyak yorg'oqda joylashgan, ikkinchisi qorin bo'shlig'ida bo'lgan taqdirda ham ikkinchi sog'lom moyakka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida sanab o'tilgan oqibatlarni oldini olish uchun birinchi navbatda tug'ruqxonadagi tibbiy xodimlar o'g'il bola tug'ilganda albatta moyaklariga e'tibor berishi kerak. Agar kriptarxizm xastaligi aniqlansa, uni ota-onasiga tushuntirishi shart. Ikkinchidan, ota-onalarning o'zi doim o'g'il bolalarni jinsiy a'zolariga e'tiborli bo'lishi kerak. Uchinchidan, mabodo kriptarxizm xastaligi aniqlansa, albatta urolog-androlog qabuliga borish shart.